IELTS'dan birinchi urinishdayoq 7 overall natijani qayd etgan. 7-sinf o'quvchisiman. Asosiy ko'priklardan biri hisoblanadi. Aka-singil o'quvchilar o'tiribdi. Intizomni bemalol ayta olaman. Bunaqasi oldin bo'lmagan. Katta plus berdi. Shunda overall 8 balli Sizlar uchun o'rni va rollar qanday bo'ldi? IELTS'ni tanlaganman. 14 yoshdaman. Nima pluslari va nima minuslari bor? Ikkinchi plus tomoni bu raqobat. Baribir xavotirga tushdim. Va buni qiling. Bu mening ota-onam bo'ladi. So'raydigan birinchi narsa ingliz tili. Bu mening asosiy maslahatim. Juda yaxshi bajarganingiz fonda. Ko'proq o'zingizda ishlayvering. Sohada eng zo'ri bo'laman degan niyat bor. Biznes menejment sohasiga juda ham qiziqaman. Foydali maslahatlarga boy bo'ldi va bizni albatta kuzatib boring. Assalomu alaykum qadrli winnerlar. Siz bilan Winners Academy'ning YouTube kanalida yana bir bor uchrashtirganimizdan mamnunman. Bugun Winners Academy tarixida ilk o'ylamak bunaqasi oldin bo'lmagan. Qarshimda 13 va 14 yoshli IELTS'dan birinchi urinishdayoq 7 overall natijani qayd etgan aka-singil o'quvchilar o'tiribdi. Demak, mehmonlarimiz aka-singil Suhrob va hamda Farangiz. Bugun ular o'zlarining IELTS 7 gacha bo'lgan journeylari, ya'ni sayohatlari, bungacha erishgan natijalari, qiyinchiliklari, xatolari haqida baham ko'rishadi va bu o'ylaymanki, endi IELTS topshirish niyatida bo'lgan yosh o'quvchilar uchun ham motivatsion, ham qimmatli va foydali ma'lumotlarga boy bo'lgan, insaytlarga boy bo'lgan dastur bo'ladi. Demak, boshladik. Suhrob, o'zingiz haqida bir ma'lumot bera olasizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Baxtiyor Suhrob. Hozirda 9-sinf o'quvchisiman. 14 yoshdaman. Ikkinchi ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiyman. Farangiz? Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Baxtiyor va Farangiz. Yoshim 13 da, 7-sinf o'quvchisiman. Winners Academy'da o'qib, IELTS'dan ilk urinishdayoq 7 natijani qo'lga kiritdim. Demak, kelinglar ingliz tilini o'rganishni boshlash jarayoni haqida gaplashamiz. Suhrob, ingliz tilini o'rganishni qachondan boshladingiz va bunga sabab bo'lgan, turtki bo'lgan narsa nima? Asosiy sabab sifatida talabni bemalol misol keltira olaman. Misol uchun, agar bugungi kunda yaxshi universitetda o'qimoqchi bo'lsangiz yoki yaxshi ishda ishlamoqchi bo'lsangiz, ular so'raydigan birinchi narsa ingliz tili. Va qachon boshlaganimga kelsak, kichkinaligimdan maktabga endi chiqqanimdan maktabni qo'shimcha to'garaklariga borib, umumiy shu ingliz tili bilimlarimni rivojlantirib, oddiy mavzularni o'rganib boshlaganman. Xo'p, menimcha sizda ham xuddi shunaqa holat, shunaqa sabablar va shunaqa holat maktabda to'garaklar bilan boshlangan. Savolim quyidagicha. Hozir masalan 7-sinf, 9-sinf ko'p kichkina o'quvchilar, ayniqsa hozir O'zbekiston universitetlariga topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilar nisbatan oson degan fikr bilan siferni tanlashadi-da. Sizlarda nima uchun aynan IELTS, masalan, birinchi sifir topshirib, keyin IELTSga emas, birdaniga IELTSga harakat bo'lgan? IELTS topshirishimdan asosiy maqsadim bu chet el universitetlarida grant yutish uchun yoki boshqa yurtdagi insonlar bilan dunyo bo'ylab bemalol muloqot qila olishim uchun ingliz tili juda ham kerak deb hisobladim va sifirdan ko'ra IELTSni tanlaganimning sababi esa IELTS dunyo bo'ylab tan olingan sertifikat bo'lgani uchun IELTSni tanlaganman. Xo'p, Suhrob, dillik bilan o'rganishda aka-singil deyarli bir vaqtda boshlagansizlar. Bir vaqtda mana 7 ballda oldinglaring. O'zingizda hech fikr bo'lganmi? O'rganish jarayonida qiyinchiliklar bo'ladi, baribir shunaqa holatlar bo'ladi, charchoqlar bo'ladi. O'sha yerda men baribir 7 ni olaman degan oldindan maqsad yoki orzu yoki shu narsani ko'rish bo'lganmi? Endi baribir hamma ishda o'ziga yarasha qiyinchiliklari va oson taraflari bo'ladi. Endi qiyinchiliklar bo'lgan baribir, lekin ularni yengib o'tishda baribir o'zim qiziqqanim sabab deb o'ylayman. O'zim juda qiziqqaman bu narsaga. Masalan, IELTS juda muhimligini his qila olganman. Shuning uchun qiyinchiliklarni qaysidir ma'noda yengib o'ta olganman. Yaxshi. Demak, kelinglar endi mana shuni ichkarirog'iga kiramiz, o'sha o'rganish jarayonini, akademik muhit haqida gaplashamiz. Demak, IELTS 7 bu hazilkam natija emas. Aynan sizlarda yoshlaringda. Va mana shu narsaga erishgungacha bo'lgan holatda eng muhim narsalar nima bo'ldi? Eng muhim holatlar, eng muhim deylik sabab bo'lgan asosiy omillar deymiz. Eng muhim deb men intizomni bemalol ayta olaman. Misol uchun, kichik bo'lsa ham har kuni muntazam ravishda harakat qilsa, albatta u katta maqsadga olib boradi. Shuning uchun men intizomni eng birinchi kerak bo'lgan omil deb bila olaman. Xo'p, Winners Academy'ga kelishlaringiz haqida biroz gaplashaylik. Qachondan kelishni boshladingiz va mana shu nuqtaga yetgungacha Winners Academy'ning sizlar uchun o'rni va roli qanday bo'ldi?
Shaxsan o'zim taxminan 1,5 yil oldin Windows Academy'da tahsil olishni boshladim. Grammatika guruhlarida o'qishni boshladim va bosqichma-bosqich darajamni oshirib bordim. Grammatika guruhidan keyin Pre-IELTS, dan keyin IELTS va asosiy sabab Windows Academy'ni nega tanladim? Sababi o'qituvchilarning darajasi va intizom. Ba'zi o'qituvchilar masalan o'quvchilar xato qilganda kerak bo'lsa qattiqqo'llik qilishi mumkin va bu kerakli deb hisoblayman. Va shu kabi sabablar tufayli men Windows Academy'ni tanladim. Farangiz sizda? Menda ham xuddi shunday 1,5 yil oldin Advanced Grammar guruhlaridan boshlaganman. Bundan keyin 1-2 oy grammar o'qidim va 3 oy Pre-IELTS guruhlarini o'qidim. Keyin Maftuna Safarmurodovaning IELTS guruhlarida o'qidim va 7 natijani qo'lga kiritdim. Demak, endi o'sha o'qish yo'llaringni adashmayotgan bo'lsam, Suhrobda Pre-IELTS va IELTS kurslari aslida menda bo'lganda. Men o'zim Yaxshi dunyo filialida o'qituvchilik faoliyatim bo'lgan paytda o'qitganman. Sizda Maftuna singlimiz, Maftuna Safarmurodovada o'qituvchimiz o'sha o'qituvchida bo'ldi. Va adashmasam sentyabr oyidan boshlab ikkalalaringiz birgalikda Maftunani guruhiga o'qidingiz. Endi asosiy bo'ladigan savol shunaqaki, aka-singil bitta guruhda o'qishini nima plyuslari va nima minuslari bo'ldi? Albatta, buni bir nechta plyus tomonlari bor. Avvalambor, menimcha fikr almashish va tahlil. Misol uchun uyga vazifalar yoki shu kabi narsalarni biz birgalikda uyda bemalol tahlil qila olamiz, o'z g'oyalarimizni bera olamiz. Va ikkinchi plyus tomoni bu raqobat. Raqobat juda katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Yaxshi. Xo'p, sizda qanaqa? Nima qo'shimchalar bor yoki boshqa nima narsalar bo'ldi? Men plyus tomoni deb uy vazifalarida tushunmagan narsalarimizni bir-birimizdan so'rab, bemalol tahlil qilib olishimiz mumkin. Men buni asosiy plyusi deb bilaman, lekin men ham raqobatni ham minus, ham plyus tomon deb bilaman. Chunki raqobat ham qaysidir ma'noda kerak, chunki raqobat bor joyda o'sish ham albatta bo'ladi, lekin ba'zida taqqoslash minus tomon bo'lishi ham mumkin. Xo'p, endi savolim, demak boya yuqorida aytib o'tdik, asosiy narsa intizom bo'ldi dedingiz. Xo'p, mana shu intizomdan tashqari yana nima narsalar foyda berdi? Mana shu natijaga erishishga deb o'ylaysiz? Intizomdan tashqari albatta qiziqish. Masalan, odam birorta narsaga qiziqmasa, bu qancha harakat qilmasin, baribir foydasi deb hisoblayman. Shaxsan mening fikrim, shuning uchun qiziqishni juda kerakli deb o'ylayman. Xo'p, Farangiz, keyingi savolimiz mana deylik 7 natija uchun juda ko'p vaqt talab qilinadi. Rejimda bo'ladi darslar boya har kuni eng kamida oz-ozdan bo'lsa ham baribir rejimda dars qilib har kuni mana shu mashg'ulotlarga kelib ketish, undan tashqari o'sha berilgan vazifalarni mukammal qilib bajarish uchun juda ko'p vaqt oladi. Endi mana shu natijaga erishish uchun, mana shu rejimda qat'iy turish uchun nimalarni qurbon qilishga to'g'ri keldi? Birinchi o'rinda ijtimoiy tarmoqlar, videolar, o'yinlar, umumiy qilib aytganda telefon. Ijtimoiy tarmoqlardan cheklanishimga to'g'ri keldi, chunki bu vaqtda o'zimni qiziqishim, xohishim bo'lgani uchun men ijtimoiy tarmoqlardan kechdim, chunki IELTS 7 ni men o'zimni oldimga eng katta maqsadim qilib qo'ydim va buni men kelajakda yanada rivojlantirmoqchiman. Xo'p, sizda nima qurbonliklar bo'ldi? Menda ham asosiy narsa bu shu ijtimoiy tarmoqlar va keyingi sabab sifatida asosiysi video o'yinlar. O'sha sinfdoshlarim bilan va o'sha o'zimning do'stlarim bilan juda ko'p video o'yinlar o'ynar edik va bu juda ko'p pulim ham, vaqtim ham ketardi va o'sha narsadan cheklandim. Demak, endi kelinglar o'sha IELTS ichiga kiramiz. Sectionlar, strategiyalar, xatolar, to'g'ri deb bilgan narsalar va hokazo. Demak, ikkalaringizda men adashmasam listening 7,5, to'g'rimi? Listening sectionda 7,5 chiqdi. Endi savol, mana shu listening 7,5 ga chiqishda podcast, serial yoki musiqalarning o'rni qanchalik muhim bo'ldi? Chunki ko'pchilikda aytadi, listening uchun musiqa eshitish kerak, serial ko'rish kerak va hokazo. Demak, podcast eshitish kerak va shunaqa maslahatlar beriladi ham. Va ko'pchilik amal qiladi, ba'zilar amal qilmaydi va o'rganuvchi orasida shu savol juda muhim. Qanchalik foyda beradi masalan, shaxsan o'zingizning strategiyangizda, o'zingizning yo'lingizda? Quyida aytganimdek, qiziqish muhim va masalan shaxsan o'zim YouTube'da ilmiy videolarni ko'rishni yoqtirardim va turli xil sportga oid podkastlarni ko'rishni yoqtirardim va ularni aksariyat qismini IELTS boshlashimdan oldin o'zbek tilida ko'rardim.
va ingliz tili darajamni yaxshilash uchun ham listening yoki boshqa skilllar bo'lishi mumkin. Ingliz tilida umumiy olganda ingliz tilini yaxshilash uchun o'sha o'zim qiziqqan videolarni inglizchasiga ko'rdim va bu juda katta rol o'ynadi. Sizda-chi? Men bularni juda ham muhim deb bilaman, chunki har bir inson IELTSga tayyorlanish jarayonida baribir ham kitoblardan, reading kitoblari, listening kitoblaridan albatta zerikadi. Shuning uchun ko'pchilik seriallarga yoki musiqa eshitishga qiziqsa, ularni ingliz tilida eshitsa yoki ko'rishsa, bu katta plus beradi deb o'ylayman, chunki seriallar ko'rish orqali insonlarning o'rtasida suhbatlashishni o'rganish mumkin yoki podkastlarda turli xil aksentlarni o'rganish mumkin. Xo'p, keyingi savolim, listeningda eng qiyin deb hisoblanadigan narsalardan bittasi fokus, ya'ni diqqatni ushlab turish, jamlash. Bu juda ko'p uchraydigan muammo, juda ko'p o'rganuvchilarda, juda ko'p kandidatlarda shunaqa muammo bo'ladi. Sizlar shunaqa muammoga duch keldingizmi va shuni kamaytirish uchun qanaqa strategiyalar qo'lladingiz? Albatta, shaxsan o'zimda listening sectionida eng katta muammo bu fokus. Masalan, IELTS boshlaganimda bu muammoni yengish uchun asosan men qisqa videolarni, reelslarni ko'rishni to'xtatdim va bu juda katta rol o'ynadi va bu to'xtatishim yoki bu cheklovlarim, o'zimga qo'ygan cheklovlarim orqali men o'zimni fokusimni yaxshilay oldim. Sizda-chi? Men fokusimni yaxshilash uchun birinchi bo'lib listeningda hamma savollarni o'qib chiqdim. Ya'ni umumiy audioni mazmunini tushunishga harakat qildim va kerakli bo'lgan kalit so'zlarni, ularni belgilab, o'sha mavzudan chiqib ketmagan holda umumiy mazmunni tushunish kerak deb o'ylayman. Xo'p, keyingi savolimiz reading bo'yicha. Adashmasam readingda ham 7,5 ball, ikkalangda ham bir xil bo'ldi. Xo'p, readingda bir qancha strategiyalar kerak bo'ladi. Misol uchun tushunish, comprehension, vocabulary. Aynan shu vocabulary haqida to'xtalamiz. Readingda mana shu 7,5 ball olish uchun siz uchun vocabularyning o'rni qanchalik muhim bo'ldi? Men o'ylashim bo'yicha vocabulary readingda eng asosiy ikki omildan bittasi. Agarda eng asosiysi bo'lmasa. Va masalan IELTSdan readingdan 7,5 olguncha menda vocabulary juda muammoli bo'lar edi. So'zlar yodlashga to'g'risi haligacha ham yoqtirmayman, erinardim, lekin astoydildan xohladim va so'zlarni yodlashga kirishdim. Ko'proq o'sha C1 yoki umumiy ba'zida hattoki B2 yoki B1 darajadagi so'zlarni bilmay qolardim va buni yaxshilash uchun lug'atlar yodladim va bu juda yaxshi effekt berdi deb ayta olaman. Xo'p, endi yodlash uchun sizda ham xuddi shunaqa masalalar bo'lgan. Demak, yodlash uchun qanaqa strategiyalardan foydlandingiz? Yaxshiroq yodlash, ko'proq yodlash, esda qolish, balandroq bo'lish uchun, ko'proq bo'lish uchun. Yodlagan so'zlarimni esdan chiqarib yubormaslik uchun ko'pincha ularga gaplar tuzardim yokida matn tuzib ko'rardim va ko'pincha so'z yodlayotganimda bitta so'zni qayta-qayta o'qiyverish va takrorlayverish yaxshi usul, lekin undan ko'ra ko'proq gaplar tuzib ko'rish, o'sha so'zga ko'proq gaplar tuzib ko'rish ko'proq samara beradi deb o'ylayman. Xo'p, endi ko'pchilikda o'sha reading qismida 3-passajga kelganda charchoq boshlanadi. Chidam tugab qoladi. 3-passaj yoqmay qoladi. Shunaqangi hissiyot bo'ladiki, shu tavakkalga bosib yuboray degan hissiyot bo'ladi. Sizlarda mana shunaqa charchoq yoki qiyinchilik bo'ldimi va agar bo'lganda mana shundan qanaqa chiqib ketdingiz? Bo'ldi, albatta, bu bo'ladi. Ayniqsa o'sha oxirga borganda vaqt qanchalik ko'p bo'ladimi yoki kam bo'ladimi, odam o'zi charchagandan keyin vaqt ham tez o'tayotgandek tuyuladi. Bu muammoni yechish uchun men reading yechishni 3-passajdan boshlashni afzal ko'rdim. O'sha ko'pchilik passage 1 dan boshlasa, men passage 3 dan boshlar edim. Nega ishlab turganda yaxshi effekt berayotganda passage 3 dan boshlar edim va undan keyin passage 2, passage 1, oxirida passage 1 da ishlar edim va bu juda katta plus bo'ldi. Masalan, practicelarda ham passage 3 larim 10 plus chiqishni boshladi mana shu harakatimdan keyin. Yaxshi. Xo'p, keyingi muammolardan bittasi time management. Misol uchun 3 ta matn bo'lsa, o'shani vaqtga boshqarish, vaqtda ulgurish eng katta qiyinchiliklardan bittasi. Sizda mana shu qiyinchilikni yengish uchun qanaqa fikrlar, g'oyalar bo'ldi? Strategiyalar bo'ldi? Time management albatta barchada eng asosiy muammo hisoblanadi. Buni yengish uchun albatta vaqtni to'g'ri taqsimlay olish kerak va ba'zilar
rostdan ham PSH3 dan boshlashadi, lekin men PSH1 ni boshladim va 15 daqiqalar atrofida uni tugatganimdan so'ng PSH2 ga o'tdim. Shu ketma-ketlikda borib PSH3 ga borgandan keyin vaqtim kamroq qolganini ko'rib, baribir ham xavotirga tushdim. Time managementni boshqarish uchun PSH1 va 2 ga kamroq vaqt ajratish kerak deb o'ylayman. Chunki baribir ham PSH3 da ham ko'proq chiqishi bu umumiy ballga ta'sir qiladi. Xo'p, keyingi masalamiz speaking. Speaking nechta chiqqan sizda? 6,5. Sizda? Demak, ikkalangizdan speaking 6,5 ball chiqqan. Xo'p, endi mana shu speaking jarayonidagi bir qancha muammolar bor-da. Ya'ni qanaqa muammolar? Qo'rquvlar bor. Masalan, birinchisi boya examiner bilan one suhbatda birga bir gaplashishda ko'pchilikda qattiq hayajon bosadi. Sizlarda mana shunaqa hayajon bo'ldimi va buni qanaqa qilib yengdingiz? Agar bo'lgan bo'lsa. To'g'risini aytsam, imtihongacha bo'lgan mocklarda speakingda hayajon bo'lardi. Lekin imtihonda deyarli umuman hayajon bo'lmadi. O'sha erkin gapira oldim va hayajon menga to'sqinlik qila olmadi deb o'ylayman imtihonda. Xo'p, endi speakingda yana bir ko'pchilik qo'rqadigan narsalardan bittasi bu part 3. Ya'ni undagi savollar, unga ideya talab qilinadi, g'oya talab qilinadi, fikrlash talab qilinadi va mana shunaqada part 3 da qanaqa ishladingiz? Ya'ni imtihongacha bo'lgan ishlashda qanaqa strategiyalar bo'ldi? Part 3 da yaxshiroq javob berish uchun menimcha ideya yaxshiroq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki bilganimizdek part 3 ning savollari part 2 yoki part 1 nikidan biroz murakkabroq va mantiqiyroq bo'ladi. Shuning uchun part 3 ni yaxshilash uchun inson birinchi bo'lib ideyasini yaxshilash kerak deb o'ylayman. O'zini fikrini erkin ayta olishni bilish kerak va ideyaga asosiy urg'uni berish kerak. Xo'p, endi ideya haqida gaplashyapmiz. Bilamizki, ideya eng ko'p kerak bo'ladigan skilllardan bittasi bu sectionlardan bittasi writing. Writing sizda necha edi? 6,5. Sizda 6. Demak, mana shu writing nuqtasida o'sha ikki xil natija bo'lgan ekan. Demak, mana shu writingda nima deb o'ylaysiz? Sizda tasto haqida gaplashsak, sizda strukturaviy jihatdan qiyinchilik bo'ldimi yoki ideyalar kelishi bo'yicha? Shaxsan o'zimda imtihon paytida strukturadan ozgina muammolar bo'ldi. Masalan, ko'pincha umumiy ikkalasi ham baribir strukturadan ham muammo bo'ldi. Aytaylik, turli xil shaxsan o'zimda har ikkalasi qisman muammo bo'ldi. Masalan, struktura jihatdan ba'zida introduction yoki body one ni chalkashtirib yuborish, g'oyalarni noto'g'ri joyda qo'llash. Masalan, g'oya keladi, lekin u yerga yozish kerak bo'lmagan holatlar bo'ladi va o'sha narsa menda katta qiyinchilik bo'ldi deb ayta olaman. Imtihonda ham hatto vaqtga ham ta'sir qildi bu narsa va writingda biroz qiynaldim. Xo'p, sizdan nima deb o'ylaysiz? Nega 6 chiqib qoldi? Akangizga o'xshab 6,5 emas? Men asosiy muammo bu ideya bo'ldi deb o'ylayman. Chunki imtihon vaqti o'zim ham his qilgandim. Writing task 2 ham uncha yaxshi yoza olmagandim. Ideyani berdim-u, lekin takrorlash bo'lib qoldi. Body 1 bilan body 2 ga bir xil ideya berib qolganimni his qildim. Lekin vaqtim yetmagani uchun qaytadan yozishga ulgurmadim. Shuning uchun men ideya yetishmovchiligi bu meni eng katta minus tomoni bo'ldi deb o'ylayman. Ammo strukturada esa gaplarni juda ham sodda qo'llashim o'zimga ham sezildi. Shuning uchun 6 ball chiqdi deb o'ylayman. Keyingi savolim, deylik, ikkalangizga ham shu savol. Agar imtihonni qayta topshirish imkoni bo'lsa, ya'ni tayyorgarlikni mana hozirgi bilim bilan qaytadan boshlasalar, ya'ni tayyorgarlik jarayonida qanaqa xatolar qildilaring, qanaqa qilmaslik kerak, nimalar qilish kerak ekan, hammasini bildilaring va imtihonga kirib chiqdilar. Mana shu qanaqa qilish kerakligi bo'yicha bo'lgan bilim bilan tayyorgarlik jarayonini qaytadan boshlaganlaringda nimani o'zgartirgan bo'lardilar? Shaxsan men ko'proq baribir listening hamda readingda yanada yuqoriroq natijaga erishishga harakat qilgan bo'lardim. Aytaylik 8+8, 8,5 yoki undan ham baland 9 ballga harakat qilgan bo'lardim. Lekin men nisbatan sectionlar aro balansni afzal ko'rdim va to'rttala skillim ham baribir bir-biriga nisbatan yaqinroq chiqdi. Lekin agar menda imkoniyat bo'lganda listening va readingni yanada ko'tarardim.
Sizda nima o'zgartirgan bo'lardingiz? Men boshidan boshlab faqat reading bilan listeningga ko'proq e'tibor qaratdim. Boshida IELTSni boshlashimdayoq writing va speakingga ko'proq e'tibor qaratardim. Ya'ni o'sha paytdan boshlab urg'u berardim. Men imtihon kunlariga yaqin qolganda writing va speakingni ustida ishlashni boshladim. Agarda menda yana qayta tayyorlanish imkoniyati bo'lganda, writing bilan speakingda ko'proq ustida ishlagan bo'lardim, ayniqsa writingda. Xo'p, keling endi natija va o'sha natijani olishdagi reaksiyalar haqida gaplashamiz. Xo'p, imtihonga kirib chiqdingiz. Kirib chiqqandan keyin baribir har bitta kandidatda o'zida bo'ladi, nimani to'g'ri qildi, nimani xato qildi va taxmin qiladi. Sectionlarni mana bu chiqsa kerak, bu chiqsa kerak, bu chiqsa kerak. Savolim, o'zingizda o'sha imtihonga kirib chiqqandan keyingi taxminingiz bilan natijangiz qanchalik bir-biriga mos keldi? Men taxminim bo'yicha readingdan 8,5 yoki 9 ballni qo'lga kiritishni o'ylagandim, chunki juda yaxshi bajarganim imtihonda va listening kutganimdek 7,5 ball chiqdi. Writing va speakingda ham shubha yo'q, o'sha 6,5 kutgandim, 6,5 chiqdi. Asosiy meni fikrimga istisno bo'lgan section bu reading. Men readingdan Ko'proq kutgandingiz. Ko'proq kutgandim. Sizdachi? Men overall 7,5 natijani kutgandim, chunki listeningimdan 8 yoki 8+ chiqishini kutdim. Speakingimdan o'zim yaxshi gapirganim uchun ishonch hosil qildim, yaxshi gapirganimga. Shuning uchun 7 kutgandim aslida. Writingimda ham 6 chiqadi deb umuman o'ylamagandim. 6,5 kutgandim, chunki taskvanimni tasktuimga qaraganda yaxshiroq yozgandim. Lekin 7 chiqdi. Men bundan xafa emasman, chunki kelasi topshirganimda bundanda yuqori natijaga erishishimga ishonaman. Xo'p, keyingi savolim mana natijani oldilaring, SMS keldi, deylik, xabar keldi va uydagilaring, ota-onalaringga xabar beriladi. Mana shu oilaning reaksiyasi qanaqa bo'ldi? To'g'risi qanaqadir kimdir juda ajablandi deya olmayman. O'sha natijani kutgandik. Masalan, ungacha bo'lgan mocklarda ham 3-4 ta mockimiz shu 7 chiqib kelayotgandi va imtihon ham shunga yarasha bo'ldi. Masalan, mocklarimizdan ota-onamiz ham xabardor edi. 7 chiqayotgandi va imtihonda ham 7 chiqdi. Juda hayrat bo'lmadi, lekin albatta hammani kayfiyatiga pozitiv ta'sir o'tkazdi. Xo'p, sizda qanaqa bo'ldi? Masalan, do'stlardan bo'lgan reaksiya, sinfdoshlardan bo'lgan reaksiya. To'g'risini aytsam, imtihon javobini chiqqanini bilmagandim. Maktabdan chiqishim bilanoq uydagilarim telefon qilishdi va gaplashganimda 7 deyishdi. Men bundan juda ham xursand edim va oldimdagi do'stlarim ham juda ham xursand bo'lishdi. To'g'risini aytsam, yangi yil arafasida topshirganimiz uchun 7 olganimiz yangi yilga juda ham katta sovg'a bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p. Winners Academy. Everyone can be a winner. Demak, mana natijalar haqida, akademik hayot va intizom haqida gaplashdik. Endi sizga bermoqchi bo'lgan savolim, siz uchun winnerlik nima? Shaxsan men uchun winnerlik bu yuqori natijalarga erishish va o'sha o'zini yutganligini ko'rsata olish, isbotlay olish deb bilaman. Siz uchunchi? Men winnerlikni shunchaki sertifikat deb ayta olmayman, chunki winnerlik bu o'ziga bo'lgan ishonchni ifodalash, sertifikat orqali bilimini, darajasini bilib olish va yanada bilimlarini mustahkamlab borish. Winners Academy shuning uchun ham men winnerlar markazi deb ayta olaman. Xo'p, endi mana shu natijaga erishish uchun do'stlarning roli qanaqa bo'ldi? Do'stlarimni bu natijamda roli juda katta. Masalan, o'zingizga ma'lumki, yosh u qari uchun eng muhim narsa bu atrof. Masalan, hozirgi kunda mening ham juda ko'pchilik do'stlarim ingliz tili sertifikatlarini olishga harakat qilishadi va ko'pchiliklari yuqori natijalarga erishgan ham va shu sababli men raqobat his qildim. Ulardan qaysidir ma'noda motivatsiya oldim va bir-birimiz bilan turli xil sectionlar, umumiy ingliz tili haqida fikr almashar edik va bu ham juda yaxshi effekt berdi deb ayta olaman. Eng asosiy sabablardan bittasi. Xo'p, sizda qanaqa bo'ldi do'stlarning roli, effekti, dugonalar deymizmi, do'stlar deymizmi? Ularning ta'siri albatta bo'ladi. Misol uchun, har bir yutuqqa erishishda atrof muhitning ham katta
hissasi bor. Chunki men sinfdoshlarim, do'stlarim, dugonalarim bilan dunyoqarashimiz bir xil bo'lgani uchunmi fikrlar almasha olar edik. Misol uchun writing yoki speaking qismlarida ayniqsa dars vaqti yoki darsdan so'ng ko'pincha speaking qilar edik, chunki bir-birimizni fikrimizni, ideyamizni, qanaqa grammatik struktura ishlatayotganimizni bilishga harakat qilardik, chunki bizning ham o'rtamizda raqobat kuchli deya olaman. Chunki har bir dugonamning ham men kabi orzulari va sertifikatlarga ega. Xo'p, endi misol uchun mana biz barchamiz hayotda qadam qo'yib muvaffaqiyatga erishayotganmiz, o'zimiz havas qiladigan insonlar, o'xshashni xohlagan insonlarimiz bo'ladi. Sizda mana shu kumir deymizmi, o'zimizni idealimizdagi inson deymizmi, sizda o'sha rol model kim va nega? Meni kumirim dadam. Avvalambor dadam ingliz tili o'rganishimda katta rol o'ynadi, chunki har tomonlama investitsiya kiritdi. O'sha repetitor burlar va shu kabi narsalarga va dadam avvalambor xohladi men ingliz tili o'rganishimni, chunki mening kumirim dadam. Avvalambor men shu ingliz tili o'rganishimda juda katta rol o'ynadi dadam va asosiy moliyalashtirdi repetitor burlar va shu kabi narsalar. Va dadam esa biz uchun harakat qiladi va shuni ko'rib men ham ruhlandim va dadamga o'xshashni xohlayman va shu tufayli dadam mehnatlari, bizni ta'limimizga kiritgan investitsiyalar sifatida dadamni men asosiy kumirim sifatida ayta olaman. Sizdachi? Men asosiy kumirim sifatida yaqinda eshitgan bo'lsangiz kerak, Garvard universitetiga 100% grant yutgan o'quvchi, farg'onalik o'quvchi qiz 11-sinfda o'qiydi. Men unga rostdan ham havas qildim, chunki mening ham hozir eng katta maqsadlarimdan biri bu universitetga grant yutish, nufuzli universitetlarga grant yutish bo'ldi. Men bu qizga juda ham havas qildim va unga o'xshashni juda ham xohladim. Har xil intervyular berganda ularni kuzatdim va shungacha bo'lgan yo'llarni bosib o'tganini, qanday qiyinchiliklar bo'lganini o'rgandim va men ota-onamni turkka deb bila olaman. Ingliz tilini boshlashimdan, o'rganishimdan asosiy turkka bu mening ota-onam, chunki ular meni doim qo'llab-quvvatlab turishar edi. Qandaydir qiyinchilik bo'ladi yoki biron bir seksionda qiynalaman, doim odam biron narsadan natijasi chiqmagandan keyin zerikadi va unga qiziqishi yo'qoladi, lekin menda bunday vaziyatlar bo'lganda asosan ota-onam qo'llab-quvvatlashdi. Endi mana Winnersda siz menda o'qidingiz, Maftunopazda, Maftunustozda o'qidingiz, grammatikani Charosopada o'qigansiz. Siz menimcha boshdan Maftunopada polni o'qidingiz oxirigacha-da? Charosopada o'qidim. Keyin Maftunopada o'qidingiz. Endi savolim mana shu Winners Academy'dagi ustozingizdan, qaysi bir ustozingizdan bo'lishidan qat'iy nazar bitta olgan foydali yoki sirli maslahat qanaqa bo'ldi? Aynan sizga juda katta foyda bergan. Juda ko'p foydali, samarali maslahatlar olganman. Lekin asosiysi sifatida intizom va shu kabi narsalarni ayta olaman. Masalan, o'qituvchilarimiz baribir nisbatan qattiqroq edi va talabchan edi. Chunki ular bizdan yuqori natijalarni kutishar edi, xohlar edi va shu ular intizom va shu kabi narsalarni men muhim deb o'ylayman. O'qituvchilarimiz juda ko'p maslahatlar berar edi. Aynan bittasini aytish qiyin, chunki juda ko'p bunaqa maslahatlar. Sizda bironta aniq konkret bormi? Ha, bor. Maftun ustoz bizni har doim ruhlantirib, qo'llab-quvvatlab turar edi. Mo'klarimiz qaysidir seksiondan kamroq chiqsa, o'zimiz xafa bo'lsak, kayfiyatni tushirmaymiz. Ko'proq o'zingizda ishlayvering, siz albatta olasiz deb ko'p bizni qo'llab-quvvatlardilar. Xo'p, endi mana 7 olindi. Siz 7-sinfsiz, siz endi 9-sinf adashmasam. Endigi rejalar qanday? Masalan, bu yog'iga nima qilish maqsadlari, niyatlari bor sizda? Endi bu yog'iga masalan asosiy maqsadim baribir xalqaro universitetlarda, chet el universitetlarida o'qish va IELTS bunga ko'prik emas, ko'priklardan biri hisoblanadi. Baribir bu yerda boshqa bir omillar ham bor. Shuning uchun hozirgi vaqtda men SAT kurslariga boryapman va SAT ballarimni ko'tarib va IELTSda yanada yuqoriroq natijalar bilan chet el universitetlarida o'qimoqchiman. Sizda?
Menda ham chet el universitetlari, nufuzli universitetlarda o'z sohamda ishlab, ingliz tilini yanada mukammalroq o'rganib, o'zim xohlaganimdek erkin, ravon gapirishni xohlayman. Yana nasib Xudo xohlasa 3-4 yildan 2-3 yildan keyin yana IELTS ballarimni yuqori olib va men ham universitetlarga tayyorlanishni boshlayman. Demak, mana ikkalaringizda maqsad chet el universitetlarida o'qish, nufuzli universitetlar. Keling, shu haqida sal kengroq gaplashamiz. Birinchi navbatda, nega aynan chet el universitetida o'qish degan niyat yoki orzu paydo bo'lgan? Misol uchun, ko'pchilikda ba'zan kinolarda ko'rib shuni orzu qiladi. Kimdirlar deylik, o'zini qarindoshlari yoki o'zaro tanishlari shunaqa universitetga kirgan bo'lsa, o'shalarga havas qiladi. Sizlarda vaziyat qanaqa? Ya'ni qanaqa holatda aynan hozir sizlarda maqsad yoki niyat aynan chet el universitetida o'qish? Shaxsan o'zim sayohat va shu kabi boshqa bir davlatlarni ko'rishga juda qiziqaman. Va shuning uchun ham chet el universitetlarini tanladim. Xususan Amerika, aytaylik, Harvard yoki MIT yoki shu kabi universitetlar. Sizdachi? Men chet el universitetlariga topshirishimning asosiy sababi, ya'ni turtki bo'lgan, bu meni ota-onam bo'ladi. Ota-onam mendan ham ko'ra ko'proq chet el universitetlarida o'qishimni istashdi. Shuning uchun men yoki Angliya yoki Kanada shu kabi davlatlarda, nufuzli universitetlarda o'qishni istayman, chunki men ham sayohatni yaxshi ko'raman. U yerlarda o'zim erkin bo'lib, xohlagan yo'nalishimda o'qib, sayohatlar qilishni orzu qildim. Xo'p, endi kelinglar mana shu universitetlar haqida gaplashamiz va deylik, sizlar tanlamoqchi bo'lgan universitetlar shu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yoki Yevropadagi nufuzli Harvard yoki boshqa universitetlar. Endi soha bo'yicha qanaqadir kelajakda mana shu sohani egallayman, shu sohada mutaxassis bo'laman, shu sohada eng zo'ri bo'laman degan niyat bormi soha bo'yicha? Shaxsan o'zim yoshligimdan biznesmen bo'lishni xohlayman. Va shuning uchun ham hozirda biznes menejment sohasiga juda ham qiziqaman va shu soha asosida ta'lim olishni xohlayman. Sizga savol berishdan oldin to'xtalaylik. Nega aynan biznes sohasida ishlamoqchisiz? Misol uchun, nega biznesmen bo'lish orzusi shundan kelib chiqdi? Misol uchun, uydagilardanmi yoki misol uchun shunaqa nima uchun aynan o'sha xohish, aynan biznesmen bo'lishni? Misol uchun, nega huquqshunos emas? Nega deylik, IT mutaxassis emas? Nega shifokor emas, aynan biznesmen? Kichkinaligimdan filmlarga juda ham qiziqaman va filmlarda o'sha ko'p ko'rgan filmlarimda biznesmen va shu kabi boy odamlarni ko'rib, ularga qiziqishim ortgan va ular kabi hayotda yashashni xohlaganman. Shu asosiy sabab deb o'ylayman. Xo'p, sizdachi aynan qaysi sohani tanlamoqchisiz? Men iqtisod, ya'ni men ham business management yoki iqtisod sohasini tanlamoqchiman, chunki hozirgi kunda iqtisod bu yo'nalishda raqobat juda ham kuchli. Asosiy sabab esa bu mening qiziqishim. Bilganingizdek, iqtisod yo'nalishiga matematika va shu kabi fanlar juda ham kerak bo'ladi. Men med sohasi yoki boshqa fanlarga qiziqmaganim uchun ham, shu yo'nalishni, shu fanlarni yaxshi ko'rganim uchun ham iqtisod yo'nalishini tanlaganman. Demak, Suhrobjon, boya aytib o'tdingiz, shu AQShdagi nufuzli universitetda biznes yo'nalishida o'qiyman, xohlayapman va SAT qo'shyapman dedingiz. Shu SAT haqida gaplashaylik. SATdagi, misol uchun, IELTSda minimum 7+ olaman degan niyat bo'ldi. Erishdik bunga hozircha. Endi SATdagi bu niyat qanaqa? Ya'ni minimum necha olishimiz kerak? SATda hammamizga ma'lumki, o'sha juda katta nufuzga ega bo'lgan xalqaro universitetlar qo'ygan talablar asosan aniq bir talab yo'q, lekin agarda siz yuqori grant sohibi bo'lmoqchi bo'lsangiz, kamida 1500 yoki 1480 o'sha natijalarni qo'lga kiritish kerak va bu juda ham muhim. O'sha boya quyida aytganimdek, asosiy ko'priklardan biri hisoblanadi. Xo'p, endi boya IELTSda siz yetishinsiz, deylik 2 yildan keyin IELTS sertifikatimiz muddati o'tadi. Va undan keyin IELTSda yangilashimiz kerak. Va necha ballgacha ko'tarish niyatingiz bor? Men ballimni 8 ballgacha ko'tarmoqchiman. Asosan writing va speaking ballarim hozirda pastroq chiqqani uchun ularni yanada rivojlantirmoqchiman va listening va reading ballarimni 8+ kamida 8 qilmoqchiman. Shunda overall 8 ballni reja qilyapman. Sizdachi?
Menda ham xuddi shu holat. Kelajakda aytaylik 1 yil yoki undan ham qisqaroq vaqt davomida yana IELTS imtihonini topshirib 8 yoki undan-da yuqori natijalarni qo'lga kiritishni xohlayman. Va bunda mening fikrimcha SAT ning ham roli katta bo'ladi, chunki SAT ni readingi hamda grammatikasi murakkabligi sabab ko'pchilik o'quvchilar SAT da ta'lim olgandan keyin IELTS darajalarini yanada ko'tarib olishadi. Xo'p, endi boyagi nufuzli universitetlarga, xorij universitetlariga o'qish kirish maqsadimiz bor. Xudo xolasa erishamiz. Lekin bilsangiz kerak, demak, o'sha nufuzli universitetlarda o'qishga kirish uchun shunchaki IELTS yoki SAT ni o'zi yetmaydi. Ularda boshqa bir talablari, shartlari bor. O'sha shartlarni haqida xabaringiz bormi? Ha, albatta, IELTS hamda SAT dan tashqari asosiy shartlar sifatida turli xil loyihalarda qatnashish, volontyorlik va liderlik xususiyatlarini ko'rsata olish juda ham muhim deb hisoblayman. Va chunki masalan dunyoda minglab, hattoki 10 minglab o'quvchilarda, abituriyentlarda IELTS hamda SAT ballari yuqori bo'lishi mumkin, lekin ulardan ajralib turish uchun o'sha volontyorlik va shu kabi liderlikni ko'rsata oladigan omillar ham rol o'ynaydi deb o'ylayman. Xo'p, siz ham demak bu haqida xabardorsiz va mana shu volontyorlik qilish uchun nima narsalarni qilyapsiz yoki hali qilmagan bo'lsangiz, nima narsalarni qilish rejangizda bor? Men nufuzli universitetlarga topshirish uchun talablar juda ham ko'p talablar bor. Asosan essaylar yozish yoki intervyular, qanaqadir intervyularga qatnashish va loyihalar boshlash. Ayniqsa iqtisod yo'nalishida insonni universitetga topshirayotganda qanaqadir baribir ham iqtisod yo'nalishida tajribasi bo'lishi kerak, o'zining kichik loyihasi bo'lishi kerak. Men kelajakda o'zim kichik loyihalar ochmoqchiman va o'sha essaylarga tayyorlanib boryapman. Intervyularga keladigan bo'lsak, intervyularda faqatgina IELTS yoki SAT emas, tanqidiy fikrlash ham juda ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun men universitetlarga tayyorlanishni hozirdan boshlayman. Demak, kelinglar endi suhbatimizning oxirida o'zingizda mana shu videoni kuzatib turgan, Windows Academy'da o'qiyotgan yoki umuman boshqa o'sha o'zingiz tengdoshingiz, sinfdoshlaringiz bo'lishi mumkin, do'stlaringiz bo'lishi mumkin, ingliz tilini endi o'rganayotganlar, hali o'rganishni boshlamoqchi bo'lganlar, endi o'rganishni boshlamoqchi yoki o'rganayotganlar, IELTSga tayyorgarlik ko'rayotgan tengdoshlaringiz sizni kuzatib turibdi. Shularga aytishingiz kerak bo'lgan yoki xohlagan biron bir maslahatingizni bera olasizmi? Asosiy maslahatim maqsadni to'g'ri qo'yish kerak va shunga bo'lgan yo'lni to'g'ri tuzib olish kerak. U ingliz tili bu yerda bo'ladimi yoki yo'qmi, lekin asosiysi maqsadni muhimligi va maqsadni aniqligi deb o'ylayman. Shuning uchun ham ko'pchilik mening fikrimcha maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Demak, maqsadni to'g'ri qo'yishni o'rganishimiz kerak. Sizda qanaqa maslahat berasiz? Mening maslahatim bu shu maqsadgacha bo'lgan yo'lda harakatni to'xtatmaslik, muntazamlikni yo'qotmaslik, kayfiyat bormi, qiziqish bormi, yo'qmi, harakatlar kichik bo'lsa ham har kuni unga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Bu mening asosiy maslahatim. Demak, haqiqatan ham bugungi suhbatimiz yosh bo'lishiga qaramasdan katta natijalarga erishishni boshlagan va o'zini hayot yo'lidagi ilk muvaffaqiyatlaridan bittasiga erishgan Suhrob hamda Farangiz bilan bo'ldi. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz samimiy va foydali maslahatlarga boy bo'ldi va bu suhbatdagi maslahatlar juda ko'pchilikka manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Demak, aziz winnerlar, sizlarga kattakon rahmat kelganlaringiz uchun, o'z vaqtlaringizni ajratib quyidagi foydali maslahatlar berganlaringiz uchun. O'ylaymanki, bu natija bilan to'xtab qolmaysizlar. Bundan buyog'iga ham katta maqsadlarga, katta muvaffaqiyatlarga erishib, o'z oldingizga qo'ygan maqsadlarni 100% natija bilan yopib, o'ylaymanki 5-6 yildan keyin o'zingiz xohlagan AQShdagi, Yevropadagi nufuzli universitetlarda o'zlaringiz xohlagan yo'nalishda grant asosida talaba bo'lishlaringizni tilab qolamiz va o'sha kunlarda Xudo xolasa yana qaytadan suhbatlashamiz sizlar bilan. Demak, aziz winnerlar, agar siz ham mana shu ikkita winnerimiz kabi o'z oldingizga qo'ygan natijalarga yetdi, uni baland natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, sizga Windows Academy o'z yordamini taklif qiladi. Bemalol kelib, bizning ajoyib o'qituvchilarimizdan bilim olib, o'z natijangizga erishishingizni tilab qolamiz. Windows Academy eshiklari siz uchun har doim ochiq. Shu kabi foydali darslar, videolar va podkastlarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube'dagi Windows Academy rasmiy sahifamizga obuna bo'ling va bizni albatta kuzatib boring.
Winners Academy. Everyone can be a winner.